alaykum. Xorazm viloyati Urganch tumani Chakkako'l mahallasida joylashgan 351-kontordamiz. Xalq banki bilan birgalikda bir kontor bir mahsulot tamoyili asosida kartoshka mahsulotlari yetishtiryapmiz. Kartoshka mahsulotlarimiz hozir yaxshi o'sish jarayonida. Umumiy yer maydoni 10 gektardan iborat bo'lib, har bir dehqon xo'jaligimizda 30 sotikdan to'g'ri keladi. Dehqon xo'jaliklarimizni samarali yetishtirish jarayonida lider tadbirkor Chakkako'l Xatijabonu MChJ bekitganmiz. Hozirda kartoshkalarimiz o'tish yaxshi. Kartoshkalarimiz sifatli mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib, sug'orish ishlari vaqtida bo'lib turibdi. Kartoshkalarimiz har bir gektaridan 35-40 tonnadan hosil olish niyatimiz bor. Xudo xolasa kartoshkalarimiz 100 kun, 110 kunda pishib yetiladi. Kartoshkalar yig'ib olingandan keyin ikkilamchi yuqori daromadli ikkilamchi ekinlarni ham ekib, har bir dehqon xo'jaligimiz daromadlarini 30-35 million so'm atrofida qilish. Xudo xolasa maqsadimiz